Kitobdan yaxshiroq do'st yo'q jahonda. G'amxo'ring bo'lgay u g'amgin zamonda. U bilan qol tanho hech bermas ozor, joningga yuz rohat beradi takror. Hurmatli teletomoshabinlar, anglaganingizdek, bugungi So'z sizga tok shousining mavzusi kitobxonlik haqida. Assalomu alaykum. Qadrli teletomoshabinlar, biz jonli efirdamiz Surxondaryo telekanalida. Har hafta seshanba kuni aynan mana shu daqiqalardan boshlab ushbu teleko'rsatuv jonli efirda demak bo'lib o'tadi. Bugungi demak mavzumiz biz kitobxonlik va umuman kitobxonlik madaniyatini oshirish, mutolaa madaniyatini keng targ'ib qilishda bugungi kunda nimalarga ahamiyat qaratilyapti va kitobxonlarimiz biz o'ylaganchalik bugun ko'plab o'sha kitoblarga murojaat qilishyaptimi? Shu maqsadda viloyatimizning ma'naviyat borasidagi old qatlam vakillarini, kitobxonlarimizni studiyamizga taklif etganmiz. Barchangizga assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, bugun dasturimizni qiziqarli tarzda o'tkazishga harakat qilamiz va Dilhayo, sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Siz bir qarashda kitobxon bilan kitob o'qimagan insonni farqlay olasizmi? Bilasizmi, bir qarashda anglash qiyin, lekin agar kitob o'qigan inson bilan suhbatlashsangiz, baribir uning so'zlarida, fikrlarida teranlik, tafakkuridagi bir o'tkirlikni his etasiz va umuman kitob o'qigan insonni bir diydasi yumshoq bo'ladi va birovning qalbiga ozor bergisi kelmaydi. To'g'rimi? Albatta, uning o'sha yuz ko'rinishida ham samimiyat bo'ladi va kitob qaysidir ma'noda kitobdagi ezgu fazilatlar deymizmi yoki qahramonlardagi ezguliklar qaysidir ma'noda uning qalbiga ko'chgandek bo'ladida, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri aytyapsiz va dasturimiz avvalida bitta narsani barcha mehmonlarimizga aytib o'tishimiz kerak, o'tirib olsak ham bo'ladi. Mana shu studiyadagi bo'ladigan bugungi bahs munozaralarga bemalol emin-erkin tarzda fikrlaringizni va qarama-qarshi fikrlaringizni ham berishingiz mumkin bo'ladi va biz bu mavzuda keraklicha video roliklar va blitz intervyularni ham tayyorlaganmiz. Dasturimiz davomida taqdim etib boraveramiz. O'zi umuman so'nggi yillarda yurtimizda kitobxonlikni keng targ'ib qilish va umuman mutolaa madaniyatini oshirish borasida ham doimiy chora-tadbirlar amalga oshirilyapti, Chaman opa. Lekin qaysidir jabhalarda baribir kitobxonlar kamayayotganini va kitobxonlik madaniyati umuman biroz susayotganiga ko'zimiz tushyapti va umuman buni biz ko'ryapmiz ham, guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun ham bugungi dasturimiz sonida biz mana shu mavzuga murojaat qilishni maqsad qildik. Ajoyib. Va albatta qo'shimcha sifatida aytishim mumkinki, kitobga mehri baland insonga sen kitob o'qigin deb aytishimizga umuman hojat ham yo'qda va bu fikrni isbotini ayniqsa kutubxonachi xodimlarimiz juda ham yaxshi bilishsa kerak, adashmasam. Chunki hozir mana viloyatdagi ko'zi ojizlar kutubxonasidan ham xodimimiz, mutaxassisimiz ishtirok etyaptilar. Siz ayni mana shu fikrimga qo'shilasizmi? So'z sizga, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men viloyat ko'z ojizlar maxsus kutubxonasining direktor o'rinbosariman. Javliyeva Oynisa Bekmurodovna. Men fikringizga qo'shilaman. Chunki mana bu oldin ham bo'lib o'tdi bu mavzular. Mana yosh tanlaydi yo boshqa deyapsizlar. Kitobxonlik yosh tanlamaydi. Bizning mana kutubxonamizga barcha sharoitlar yaratilganda, barcha sharoitlar, chunki yangi ta'minlangan, yangi jihozlangan barcha elektron jihozlar hammasi mavjud. Kompyuter savodxonlik to'garaklarimiz bor, ziyo kitobxonlar to'garaklarimiz bor, kitob eltib berish to'garaklarimiz bor, ovozli o'qish to'garaklarimiz bor. Yoshi katta 40 yosh, 50 yoshli ayollarimiz, kitobxonlarimiz u jinsidan qat'iy nazar, masalan, ovoz o'qish bormasak, bu hafta ovozli o'qishga bormadikmi, chaqirib o'tiradilar telefon qilib, kelmaydilarmi deb. O'rganib qolgan shunga deb. O'shalar qandaydir ma'naviy oziqa oladi kitobdan. Masalan, bir xillari endi oldin masalan o'qimagan, ko'plar endi yoshlar hozir ko'pincha mana bu universitetlarga o'qiyapti yoki kollejlarda o'qiyapti. Oldingi ko'zi ojizlar mana 50-60 yoshlarli ko'zi ojizlarimiz o'qimaganda, hattoki o'rta ta'lim anaqasini ham olmagan, bilimini ham olmaganda, ular faqat eshitadi. O'sha eshitish orqali o'zlariga ma'naviy oziqa oladida. Qiziqishadi. Bir xil mana o'zimiz boramiz kitobxonlarga xizmat ko'rsatishga. Kitob eltib berish to'garagimiz ham bor. Mana bu
vaqtincha yoki davomli kasalliklari bor kitobxonlarimiz bor. Keyin yoshi jihatdan kutubxonaga kelishga yaramaydigan nima desam ekan, kela olmaydigan kitobxonlarimiz bor. Shularga kitob olib borib beramiz. O'zlari so'rab turadi, olib kelinglar kitob deb. Ko'p olib boramiz. 50 ta 60 talab olib boramizda bir haftaga o'qib tugatadi. Imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan o'sha maxsus kitoblardan foydalanib kitob o'qishadi. Mana bu kishini masalan hozir telefon kitob deb aytdilar, 100% qo'shilaman bu fikrlariga. To'g'ri, unda masalan aqlli inson kitobni mana bir kerakli joylarini o'qish kerak-da. Yosh bolalarga ko'p telefon berib qo'yilyapti. U e'tiborsiz qoldirsa ko'p nojo'ya joylari ham bor. Ularga cheklash kerak albatta. Yoshlarni masalan bizni Ziyo kitobxonlar klubimiz ham bor, Ziyo kitobxonlar kanalimiz ham borda. Onlayn xizmat ko'rsatamiz unda, offlayn ham xizmat ko'rsatamiz. Adabiyotlarni tashlaymiz o'shaga, mana audio kitoblarimiz bor. Shu onlayn o'sha Ziyo kitobxonlar kanalimizga tashlab turamiz. Qiziqishadi o'sha kitobxonlarimiz. Bir xillari mana a'zo bo'lmagan bo'lsa, shaxsan o'zimga murojaat qilishadi. Opajon, iltimos, shu kanalingizga bizni ham qo'shib qo'ying. Juda qiziqarli kitoblaringiz bor ekan deb qiziqib o'qishadi. Telefon nomerlarini olib qo'shib qo'yamiz. Keyin mana bu kunlik axborot beruvchi ovozli o'qishimiz ham bor. Uni ishxonani o'ziga tashkil qilganmiz. Kanalimiz alohida. Shunday qilib xizmat ko'rsatamiz. Bizga mana sizlar aholini o'rtasiga bizning kutubxonamiz joylashgan. Yoshlar boradi, lekin yoshlar ham, o'rta yoshlar ham boradi kutubxonamizga. Bu ham ajoyib. Hozir agar imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz mana shu darajada kitob o'qiyotgan bo'lsa, endi 4 muchasi sog' bo'la turib kitob o'qimayotganlar o'zini ayblashi kerak-da. Lekin bu bilan nima demoqchiman? Misol uchun kitob, kitobxon, kutubxona, barcha mana shu so'zlar o'zi arab tilidan kirib kelgan va ma'naviyatga yetaklovchi degan bir ma'noni anglatadi-da. Mana hozir bu tarafimizda aynan mana shu kutubxona faoliyati bilan shug'ullanadigan muassasa vakillari o'tirishibdi-da. Lekin og'riqli joyi shundaki, kutubxonaga borganimizda baribir kitobxonlarni kam ko'ryapmiz so'nggi paytlarda. Buni tan olib aytishimiz kerak. Mana bu holatga kutubxonachilar nima deyishadi, qanday munosabat bildirishadi? Yo holat biz o'ylagandan ham ayanchliroqmi yoki yaxshiroqmi? Kimda munosabat bor? Marhamat.